Kanada parlamentinin Xalqaro Kishilik Huquq Tuvan komiteti 21 oktyabr kuni birdek qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi. Shundaqla Kanada hukumatini Magnitsky kishilik huquq qonunini ishlatib, irqiy qirg'inchilik qilmishida javobgarligi bor Xitoy amaldorlariga embargo yurgizishga chaqirdi. Kanada parlamentining mazkur komiteti Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb tonigan tunji g'arb hukumat organidir. Mazkur komitet çarşamba kuni e'lon qilgan bu haqdagi bayonotida Tuvan komitet Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarning Xitoy hukumati tomonidan ziyonkashlikka uchraganligini taraddudsiz ayblaydi. Tuvan komitetning 2018 va 2020-yillardagi guvohlik yig'inlarida o'tirg'i qo'yilgan dalil isbotlarga asosan Tuvan komitet Xitoy Kompartiyasining harakatining irqiy qirg'inchilik ahdnomasidagi irqiy qirg'inchilikni tashkil qilganligiga qoyil bo'ldi deyilgan. Angliyalik tadqiqotchi va siyosat maslahatchisi Limor Simoxini 16 oktyabr Tashqi siyosat jurnalida maqola e'lon qilib, tor urushi prinsipini Sharqi Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan nuqtalarga qarshi ishlatilishga bo'lganligini ilgari surgan. Uning ta'kidlashicha, Xitoy Uyg'urlarni jazolashda yuqori texnikaga tayinlagan bo'lib, bu boshqa davlatlarning axborot to'plashi va lagerlarga so'qinib kirishining eshigini ichib beradi ekan. Onun ta'kidlashicha, tor urushi prinsipini Sharqi Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan nuqtalarga qarshi ishlatilishga bo'ldi ekan. U lagerlarda texnika aslahalarga qaratilgan yoshurun va nishonliq tor hujumining nurg'un afzalliklarga ega ekanligi, Xitoyning tor bexatarligi tadbirlari nihoyatda ilg'or bo'lsa-mu, lekin uning bexatarlik tadbirlarida yanada bo'shliq borligini bildirgan. Avtorning ta'kidlashicha, tor hujumi Xitoyda xalqaro jamiyat Sharqi Turkiston yoki Tibetga o'xshash boshqa rayonlardagi etnik tozalashni qabul qilmaydi degan signalni berdi ekan. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo çarşamba kuni o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Davlat ishlari ministrligining Amerikada faoliyat qilayotgan 6 Xitoy tashviqot organini chet el vakolatchilik organlari qilib bekitganligini e'lon qildi. Davlat ishlari mahkamasi shu kuni e'lon qilgan bayonotida Yesay Yarshari, Jifang kundalik gazeti, Shinmin keshlik gazeti, Xitoy ijtimoiy fan xabarlari, Beijing haftalik jurnali va iqtisod gazetining chet el vakolatchilik organlari bekitilganligini e'lon qildi. Bunun bilan bu yil chet el vakillari qilib bekitilgan Xitoy axborot tashkilotlarining soni 15 ga yetdi. Pompeo bu harakatning Xitoy Kompartiyasining Amerikadagi tashviqot tirishchanligiga qarshi urinishining bir qismi ekanligini aytdi va bu bekitilgan Xitoy taratqullarining chet el hukumati tomonidan mohiyatlik ig'dorchilik qilingan yoki unumli kontrol qilinganligi o'tirg'i qo'ydi. Amerika Davlat ishlari ministrligining bayonotida mundaq deyildi. O'tgan 10 yilda bo'lib Xi Jinping vazifa o'tagan mezgilda Xitoy Kompartiyasi Xitoyning davlat qo'llagan tashviqot organlarini kontrol qilishni kuchaytirdi. Shuning bilan birga ularni mustaqil axborot organi qilib ko'rsatishga urindi. Xi Jinping bir yig'inda partiyaning xabarlari va ommaviy taratqularning hammasi cho'qim partiyaning irodasini gavdalantirib, partiya markaziy komitetining huquqini qo'g'dash kerak. Ular partiya markaziy komiteti bilan harakatda yuqori darajalik birdaklikni saqlaydi deb jakarladi. Xitoy taratqullari butunlay Xitoy Kompartiyasining kontrolligida. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Tayvanga 1 milliard 811 million dollar qiymatidagi boshqarilgan bomba raketa sistemasi va radar sistemasini setishini tasdiqladi. Amerika Davlat mudofaa bexatarlik hamkorlik organi setish to'g'risida ayrim 3 bayonot e'lon qildi va bu masala to'g'risidagi uqtirishning Amerika parlamentiga yetkazilganligini bayon qildi. Bayonotning birida Tashqi ishlar ministrligi Tayva iqtisod va madaniyat vakilligiga chet el harbiy setish doirasida 135 boshqarilgan bomba bilan munosabatlik uskunlarning setilishini tasdiqlanganligini qaror qildi. Mo'ljaldagi xarajati 1 milliard 800 million dollar deyildi. Yana bir bayonotda Tayvanga 436 million 100 ming dollarlik 11 dona raketa sistemasini setishni tasdiqlaganligini o'tirg'i qo'yilgan. Amerika 3-chi bayonotida Tayvanga 376 million 200 ming dollar qiymatidagi F-16 aeroplanida ishlatiladigan MS-110 razvedchi punkti va 4 quruqliq punktining setilganligini e'lon qildi.
Angliyadagi Oxford Universiteti Xitoy virusi vaksinasini sinov qilishga qatnashgan braziliyalik pidoi doktorning qazo qilganligini e'lon qildi. Braziliyada Oxford Universiteti tadqiq qilayotgan Xitoy virusiga qarshi vaksinani sinov qilishga qatnashgan pidoi doktorning qazo qilganligi e'lon qilindi. Braziliya matbuotlarining sog'lomlik nazoratchilik organining bayonotini naql qilib bergan xabarga qaraganda, Oxford vaksina guruhi va Jenner instituti hamkorlashib tadqiq qilayotgan va ishlab chiqarish ijozatnomasi Angliya Shvetsiya dori shirkati tomonidan sotib olingan vaksinani sinov qilishga qatnashgan 28 yoshli pidoi doktor qazo qilgan. Sog'lomlik nazoratchilik organining bildirishicha, pidoi doktor 10 oyning 19 kuni qazo qilgan bo'lib, o'lim sababi texi e'lon qilinmagan. Mutaxassislar bu vaksinani sinov qilish tajribasining davomlashadiganligini e'lon qildi.